Hurmatli aziz do'stlar, rosa qiynalib ketdim. Ishonsalaring agar 5 ta videoni sharhi bo'ldi, hozir tugadi. Jinni pererif qildik. Hamma ro'zador. O'shaning uchun lovimizni vlajin salfetkalar bilan artyapmiz xolos. Jinni ozgina aynalib, oyoqlaringizni yozib, o'zingizga dam bering deyishdi. Hozir yana ozgina bir 15 minutlardan keyin zapis boshlanadi. Yana bir marta qaytarib o'taman, azizlar. Milliy telekanalida Charxi Falak degan ko'rsatuv, uni avtorlari juda ham bir go'zal insonlar, nihoyatda talantli. O'zbekistonda shunday odamlar, shunday go'zal xulq egalari borligidan ko'rib xursand bo'lib ketyapmiz. Kuzatib boringlar, hamma qizig'i hali oldinda.